Jaddidchilik 1884-1920 yillarda Rossiya imperiyasida, xususan Turkistonda faoliyat yuritgan ma'rifatparvarlar oqimi. Jaddidchilik yoki jaddizm jaddid yangi so'zdan olingan 19-asr oxiri 20-asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim va Tatariston ziyolilari hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy harakatdir. Dastlab jaddidchilik 19-asrning 20-yillarida Qrimda vujudga keldi. 19-asrning 90-yillarida O'rta Osiyoda tarqaldi. Jaddidchilik avval madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o'rganish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan. Keyinchalik jaddidlar panturkizm g'oyalarini targ'ib qilishgan. Sovet davrida yozilgan adabiyotlarda jaddidchilikka burjua liberal millatchilik harakati deb ta'rif berilgan. Bu davrda asosan tanqid qilingan jaddidchilik namoyandalari nomi SSR parchalanib ketgandan keyin qayta tiklandi. Jaddidchilik dastlab 19-asrning 80-yillarida Qrimda Ismoil Gaspirali rahbarligida Qrim tatarlar o'rtasida vujudga kelgan. Jaddidchilik harakati namoyandalari ko'pincha o'zlarini taraqqiyotparvarlar, keyinchalik jaddidlar deb atashgan. O'sha davrning ilg'or taraqqiyotparvar kuchlari birinchi navbatda ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotida orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetganlar. Jaddidchilik mohiyat e'tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag'lubiyatga uchrash davrlari bo'lib, ularni shartli ravishda to'rtga bo'lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududlarida bu davrlar 1895, 1905, 1906, 1916, 1917, 1920, 1921, 1929 yillarni o'z ichiga oladi. Birinchi davrda Turkistonda podsho Rossiyasining mustahkam o'rnashib olishi kuzatiladi. U o'z siyosiy agentliklari vakillari yordamida mahalliy xon va amir vakolatlarini cheklabgina qolmay, ularni qo'g'irchoqqa aylantirib, rus va g'arb sarmoyadorlarining ishlashi va yashashi uchun sharoit yaratadi. Turli kompaniyalar aksiyadorlik jamiyatlari manfaatini ko'zlaydi. Ayni chog'da mahalliy aholining talab va ehtiyojlari nazarga olinmay qo'yiladi. Diniy e'tiqodlari, urf-odatlari bilan hisoblashmaslik, ularni mensimaslik kuchayadi. Hayotiy ilmiy saviyasi yuqori bo'lgan qozilar tajribasiz kishilar bilan almashtiriladi. Poraxo'rlik, ijtimoiy siyosiy adolatsizlik avj oladi. Madrasa va maktablar faoliyatini cheklash, mahalliy joy nomlarini ruscha atamalar bilan almashtirish, hatto mahkama jarayonida qozilar bo'yniga xoch taqtirishgacha borildi. O'sha davr aholini Muhammad Ali Xalfa Sobir o'g'li Dukchi Eshon xalqqa qarata o'z xitobnomasida yaxshi bayon qilgan. Millat istiqbolini o'ylovchi taraqqiyotparvar kuchlar xalqning deyarli barcha tabaqalari, hunarmand, dehqon, savdogar, mulkdor, ulamolar orasida mavjud edi. Ziyolilar dastlab chorizmga qarshi kurashni xalqni asriy qoloqlikdan uyg'otish, siyosiy ma'rifiy jabhadan boshlashga qaror qildilar. Jaddidchilik harakati ana shunday tarixiy bir sharoitda Turkiston mintaqasida rivojlanish uchun o'ziga qulay zamin topdi. Jaddidlar orasidan yetuk olimlar, sanoat va ziroatchilik sohalarining zamonaviy bilimdon mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod va o'z vatanlarini mustaqil ko'rishni orzu qildilar va shu yo'lda kurashdilar. Jaddidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo'nalishlar ustuvor edi. Yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish, qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish, turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish, gazeta va jurnallar chop qilish, xalqning ijtimoiy siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish. Jaddid ziyolilarining kuchli partiyasi tashkil qilingan taqdirdagina bu ishlarni amalga oshirish mumkin edi. Jaddidchilikning asosiy g'oya va maqsadlari quyidagilar edi. Turkistonni o'rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash, Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament, keyinchalik demokratik respublika tuzumini o'rnatish orqali ozod va farovon
farovon jamiyat qurish, barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo'shin tuzish. Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand va Xivada hurfikrli va taraqqiyotparvar kishilarning ayrim guruhlari tomonidan ochilgan madaniy-ma'rifiy yo'nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jaddidchilik harakati shakllandi. Jaddidchilar: Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shukuriy, Azji Saidahmad Siddiqiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Ubaydulloxo'ja Asadulloh Xo'jayev, Toshpo'latbek Norbo'tabekov, Fayzulla Xo'jayev, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev, Abduvohid Burxonov, Sadriddin Ayniy, Saidahmad Vasiliy, Musojon Yo'ldoshevich Saidjonov, Boltihoji Sultonov, Rahmonberdi Madazimov, Muhammad Sharif So'fizoda, Orifjon Olimjonov, Abdurauf Fitrat, Ashurali Zohiriy, Abdulla Badriy, G'ulom Zafariy, Muxtorjon Yo'ldoshevich Saidjonov, Rahmat Rafiqov, Abdurahim Yusufzoda, Abdulla Qodiriy, Tavallo, Abdulhamid Cho'lpon, Lutfullo Olimiy, Vadud Mahmud, Ibrohim Davron, Devoniy va yana ko'plab ziyolilar jaddidlar tarkibida bo'lishgan. Turkiston mintaqasidagi yo'nalishlari. Turkiston mintaqasidagi jaddidchilik harakati tarqalish joyi va yo'nalishiga ko'ra uchga bo'linadi. Turkiston jaddidchiligi, Buxoro jaddidchiligi, Xiva jaddidchiligi. Turkiston jaddidchiligi Turkiston jaddidlari bilan Buxoro va Xiva jaddidlari o'rtasida bir muncha tafovut bor. Turkiston o'lkasidagi jaddidlarning ijtimoiy asosini ziyolilar tashkil qiladi. Ular Chor Rossiyasi mustamlakachiligiga qarshi kurashning oldingi saflarida turib, chorizmning xomashyo manbaiga aylantirilgan Turkistonning dastlab muxtor, so'ng mustaqil davlat bo'lishini yoqlab chiqdilar. Buxoro jaddidchiligi. Buxorodagi jaddidchilik Turkistondagiga nisbatan og'ir ijtimoiy-siyosiy sharoitda yuzaga keldi. Uning tarkibi asosan Buxorodagi shahar aholisining taraqqiyparvar qismi, ziyolilar, mullalar, mayda do'kondorlar va ma'murlar, hunarmandlar, savdogarlardan iborat edi. Jaddidlarning dehqon va askarlar o'rtasida nufuzi avvaliga past bo'lgan. Jaddidlar iqtisod va boshqaruv sohalarida bir qator talablar, chunonchi soliqlarni kamaytirish talabi bilan chiqishdi. Ular dastlab Buxorodagi amirlik tuzumi doirasida islohotlar joriy qilmoqchi bo'lishdi. Buxoroda vobkentlik dehqon Jo'raboy ilk yangi usul maktabini ochgan edi. Buxorodagi jaddidchilik harakatiga ayrim johil mullalar, har qanday yangilik va islohotlarning dushmani bo'lgan qadimchilar oqimi qarshi chiqdi. 20-asr boshlarida Buxoro jamiyati ikki guruhga, Ikrom domla rahbarligidagi taraqqiyparvarlar va Mulla Abdurazzoq boshchiligidagi qadimchilarga bo'lingan edi. 1908-yil Buxoroy Sharif shirkati tuzilib, darsliklar nashr etish va kitob savdosi bilan shug'ullandi. Ushbu insonlar shirkatning tashkilotchilari edi. Ahmadjon Hamidiy, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev, Usmonxo'ja, Homidxo'ja Mehriy, Abdulvohid Burxonov, Abdulqodir Muhiddinov, Sadriddin Ayniy, Abdurahmon Sa'diy. 1909-yil dekabrda jaddidlar Buxoroda Tarbiya-i atfol, bolalar tarbiyasi maxfiy jamiyatini tuzishdi. Asoschilari Abdulvohid Burxonov, Homidxo'ja Mehriy, Ahmadjon Hamidiy, Mukammil Burxonov, Hoji Rafi. Bu jamiyat turkistonlik va buxorolik yoshlarni Istanbuldagi Buxoro Tamimi Ma'orif jamiyati bo'limiga o'qishga jo'natdi. Xorijdagi ta'lim yoshlar dunyoqarashida tubdan burilish yasadi. Jaddidchilik Buxoro va Turkistonda bir vaqtda boshlangan bo'lsa ham, amirlikdagi og'ir muhit uning taraqqiyotini tezlashtirdi. 1910-yildan boshlab Buxoroda jaddidchilik harakati tashkiliy tus oldi va Tarbiya-i atfol maxfiy jamiyat asosida partiya tashkil topdi. Xiva jaddidchiligi. 20-asr boshlarida Xivada shakllangan jaddidchilik bir qadar boshqacharoq tarixiy shart-sharoitda vujudga keldi. U bu yerda asosan ikkita oqimdan iborat edi. Uning o'ng oqimida xonlikda rivojlanayotgan savdo-sanoat korxonalari egalari hamda yirik boylarning vakillarini o'ziga birlashtirgan edi. Bu oqimga Xiva xoni Asfandiyorxonning bosh vaziri Islomxo'ja boshchilik qilgan. Jaddidchilikning o'ng oqimi o'z oldiga mamlakatda xon hokimiyatini saqlab qolgan holda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar o'tkazish orqali erkin bozor munosabatlarining rivojlanishiga keng yo'l ochib berishni maqsad qilib qo'ygan edi. Xivada jaddidchilikning so'l oqimi esa mayda sarmoyadorlar, hunarmandlar va xalqning turli tabaqa vakillarini birlashtirgan bo'lib, Qozikalon Boboxun Salimov uning rahbari edi. Ular
voqealar Xiva xonligida yangi usul maktablarni tashkil qilish orqali xalq ommasining siyosiy faolligini o'stirish maqsadini qo'yishgan edi. 1904-yil jamiyati xayriya tuzilib, uning ko'magi bilan Xiva shahrida dastlabki yangi usul maktabi ochildi. 1904-yil 10-noyabrda edi bu voqea. Xiva jaddidlari ma'rifiy ishlar bilan kifoyalanib qolmasdan xon tuzumiga qarshi kurash ham olib bordilar. Birinchi jahon urushigacha Xiva jaddidlarining yagona markazi va dasturiy hujjatlari bo'lmagan. Biroq jaddidchilik harakati Xiva xonligida katta ijtimoiy-siyosiy kuchga aylanib, 1914-yil avgustda u partiya shaklini olgan. Turkiston mintaqasidagi asoschilari. Turkistonda jaddidchilik harakatini vujudga keltiruvchilar tepasida ushbu insonlar turadi. Mahmud Xo'ja Behbudiy, Azji Samarqand, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Majid qori Qodiriy, Ubaydulla Xo'ja Asadulla Xo'jayev, Ubaydulla Xo'jayev, Toshpo'latbek Norbutabekov, Toshkent, Fitrat Fayzulla Xo'jayev, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev, Abdulvohid Burxonov, Sadriddin Ayni, Abduqodir Muhiddinov, Buxorodan Obidjon Mahmudov, Hamza Cho'lpon, Ishoqxon Ibrat, Muhammad Sharif So'fizoda Farg'ona vodiysidan, Boltixoji Sultonov, Rahmonberdi Madazimov, Fozilbek Qosimbekov, O'sh uyezdi, Polvon Niyoz Hoji Yusupov, Boboxon Salimov Xorazmdan. Adabiyoti va san'ati. 1904-1905 yillardagi Rus-Yapon urushi, 1905-1907 yillarda bo'lgan birinchi rus inqilobi, 1905-1911 yillardagi Eron inqilobi, 1908-yil Turkiyada bo'lgan yosh turklar inqilobi jaddidlar dunyoqarashlariga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Jaddidlar o'z gazeta va jurnallari, yangi usul maktablari, turli kutubxona va qiroatxonalar, havaskor teatr truppalari tevaragida to'planishar edi. Ularning ko'pchiligi shu davrning ko'zga ko'ringan ijodkorlari, shoir va yozuvchilar edi. Ular o'z asarlari bilan tarixan yangi milliy adabiyot yaratdilar. Adabiyot davr voqealariga hamohang bordi. 1910-yillardayoq ma'rifat va ozodlik g'oyalari uning markaziy mavzuiga aylandi. Adabiyotga millat va vatan tushunchalari kirib keldi. Milliy she'rlarga rag'bat kuchaydi. Yangi zamonaviy dostonchilik maydonga keldi. Publitsistika, Behbudiy, Fitrat, Munavvar qori, Mirmuhsin rivojlandi. Realistik proza shakllandi. Shuning uchun ham bu davr adabiyoti O'zbekiston mustaqilligidan keyin milliy uyg'onish davri, o'zbek adabiyoti deb davrlashtirildi. Adabiyotdagi bunday uyg'onish ayni vaqtda shu davr madaniy hayotida ham ro'y berdi. Jaddidlar o'zbek xalqi hayotiga tom ma'nodagi milliy teatrni olib kirdi. Milliy matbaaning vujudga kelishi bilan kitob bosish ishi yo'lga qo'yila boshlandi. Yevropa ko'p ovozli musiqa san'ati bilan tanishgan jaddidlar o'zbek an'anaviy musiqa usullarini ham isloh qilishga da'vat etishgan. 1919-yilda Toshkentning eski shahar qismi, hozirgi Turon kutubxonasi yonidagi binoda jaddidlar tashabbusi bilan Turkiston xalq konservatoriyasining milliy eski shahar bo'limi tashkil etildi. Shu tarzda jaddidlar san'at vositasi bilan millat qadrini ko'tarish, san'atning deyarli barcha turlarini yuksaltirishga intildilar. O'zbekiston Respublikasi maxsus jildining tegishli bo'limlariga adabiyoti, teatri, musiqasiga jaddidchilikning aksar vakillari yoshlarga dastavval diniy ta'lim bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni o'qitish masalasini ham kun tartibiga qo'ydilar. Ular musulmon maktablarining ta'lim usuli va dasturlarini isloh qilib, yangicha uslubdagi maktablarni ochdilar. Behbudiy, Munavvar qori, Abdulvohid Burxonov, Abdulla Avloniy va boshqalar yangi usul maktablari uchun darsliklar yozib nashr etishgan. Matbuoti. Jaddidchilik harakati davomida uning o'z matbuoti shakllandi. Jaddidlar Toshkentda 1905-1906 yillarda Taraqqiy muharriri Ismoil Obili, Xurshid muharriri Munavvar qori, 1907-1908 yillarda Shuhrat muharriri Abdulla Avloniy, Osiyo muharriri Ahmadjon Bektemirov, El bayrog'i muharriri Bo'lat Soliyev gazetalari va shunga o'xshash ko'plab gazetalar hamda jurnallar chop qilindi. Matbuot millat dilidagi gaplarni o'z sahifalariga ko'chirish bilan kifoyalanmay, qanday ishlarni birinchi navbatda amalga oshirish masalasini o'rtaga qo'ydi. 1909-yilda Toshkent yosh ziyolilari tomonidan jamiyati xayriya tashkil etildi. Mahalliy yoshlardan davlat mahkamalarida, sanoat, tijorat sohasida ishlaydigan mutaxassislar tayyorlash, kambag'al musulmonlarga madaniy ma'naviy yordam ko'rsatish masalasi
qo'yildi. Bu millatning boshqa xalqlar ichiga singib ketmasligi yo'lida ko'rilgan tadbirlar edi. Bu davrda jaddidlar ijtimoiy siyosiy kuch sifatida ko'rindilar. Xalq ularda o'z himoyachilarini his etdi. Sirdaryo viloyatidan Peterburgda o'tadigan davlat dumasiga a'zolikka saylangan Abduvohid qori Abdurauf Qoriyevga Toshkent, Chimkent va boshqa joylarning aholisidan 12 moddadan iborat talabnomani davlat dumasiga topshirish yuklandi. Bu hujjatda ko'pgina ijtimoiy talablar ko'rsatilgan edi. Abduvohid qori 1907-yil 20-fevral 3-iyunda Peterburgda Sadri Maqsudiy, Muso Jorulloh, Alimardon To'pchiboshev kabi musulmon ziyolilar bilan tanishib, musulmon fraksiyasining raisi Beklovga Turkiston xalqlari dardini yetkazdi. Biroq Abduvohid qori oradan ko'p o'tmay qamoqqa olindi va Tulaga surgun qilindi. Shu tarzda jaddidchilik harakati 1906-1916 yillarda o'zining asosiy yo'lini belgilab oldi. Jaddidlarning nashrlari xalqni yangi davr boshlangani bilan tanishtirar ekan, o'zligini anglab uyushishga chaqirdi. O'lka moddiy va ma'naviy boyliklari talanayotganini oshkor qildi. Cho'lpon she'r va maqolalarida mustamlakachilikning asl qiyofalarini ochib tashladi. Mashhur advokat Ubaydulla xo'ja Asadulla Xo'jayevning oliy o'quv yurtini tashkil etish, soliqlarni tartibga solish, bolalar tarbiyasiga jiddiy e'tibor berish masalalari bayon qilindi. Lev Tolstoy bilan fikrlashish chog'ida mashhur yozuvchini yon berishga majbur etgan Ubaydulla xo'ja Asadulla Xo'jayev Chor hukumati ma'murlarining poraxo'rligi va zolimligini fosh etib, ayrimlarini davlat ishidan chetlatishga erishdi. Musulmon aholisiga amaliy tarzda yordam berib, mavjud hokimiyat qonun-qoidalarini tushuntira bordi. Jadid matbuoti o'z vakillarining fikrlarini e'lon qilar ekan, xalqni har vaqt g'aflat uyqusidan uyg'otuvchi, millat ongining ochqichi ekanligini namoyon etish bilan birga Turkiston xalqini hur fikrlashga va katta siyosiy kurashga hozirlay oldi. Bu davrda Erk, Turon, o'qituvchilar jamiyati kabi uyushmalar paydo bo'ldi. Munavvar qori aytganidek, ularning butun umidi Rossiyadagi inqilob jarayonida mahalliy aholini milliy, diniy cheklash va jabrlashdan ozod qilish, ularning huquqlarini Avropaliklar bilan tenglashtirish, xilma-xil maktab va matbuot ishlari hamda turli tuman jamiyatlar tashkil etishga keng imkoniyat yaratib berishga qaratilgan edi. Jaddidlar bu davrda ozodlik, tenglik va adolat shiori ostida ishladilar. Ularning 1916-yil mardikorlikka olish voqeasiga munosabati g'oyat e'tiborga molikdir. Mardikorlikka olish Birinchi jahon urushi ketayotgan joylardagi ishlarga turkistonliklarni jalb qilish Oq podshoning 1916-25-iyun farmoniga muvofiq amalga oshirildi. Bu kutilmagan tadbir birinchidan 1865-yil shartnomasiga zid edi. Ikkinchidan general Aleksey Kuropatkinning xulosasiga qaraganda, aholi va ma'muriyat turar joyidan tashqaridagi ishlarga mutlaqo tayyorlanmagan va bunday shoshilinch amalga oshirilgan tadbir og'ir tartibsizliklarni keltirib chiqargan. Aholi uchun ana shunday musibatli paytda jaddidlarning ko'zga ko'ringan namoyandalaridan Ubaydulla xo'ja Asadulla Xo'jayev, Turkiston mardikorlikka olish qo'mitasi raisi va millatparvar boy Mirkomilboy Mirmo'minboyev Rossiya jamoatchiligining e'tiborini bu masalaga jalb etish, farmonni bekor qildirish uchun Peterburgga yo'l oldilar. Davlat dumasining 1916-yil 13 va 15 dekabr kunlari o'tgan majlisida Nikolay Ilning 25-iyundagi farmoni Rossiya imperiyasining qonunchiligida ko'rsatilgan hollarga zid ravishda qabul qilingani tan olindi. Farmon Dumada muhokama qilinganiga qadar iyun-avgust oylarida jaddidlar harakati orqali bir necha eshelon to'xtatib qolindi. Jaddidlarning mardikorlarni qaytarishga urinishlari 1917-yil fevral inqilobi boshlanishi bilan to'la amalga oshirildi. Bu hodisa el orasida ularning obro'sini ko'tardi. Mazkur holat jaddidlar ma'rifatparvarlikdan siyosiy kurashga allaqachon o'tganliklarini bildirar edi. So'nggi yillari jaddidchilik harakatining so'nggi yillari faol siyosiy kurashlar bilan ajralib turmaydi. Bu davrda Sovet rejimi turli siyosiy ishlar, 18lar guruhi, Inog'omovchilik, Qosimovchilik, Badriddinovchilik va boshqa tuzib milliy ziyolilarni ommaviy ravishda qatag'on qilishga kirishdi. 1929-yil noyabrda Munavvar qori boshchiligidagi 38 kishining qamoqqa olinishi, keyinchalik ularning soni 87 kishiga yetgani bilan jaddidchilik harakatiga kuchli zarba berildi. Jaddidchilik harakati siyosiy ma'rifatparvarlikdan jaddid taraqqiyparvarlar firqasi darajasiga ko'tarila oldi. Bu harakat hamda firqa
a'zolari o'z faoliyati va dasturiga ko'ra shuro adabiyotlarida aytilgandek bir hovuch boylar manfaatiga xizmat qiluvchi liberal burjuaziya vakillari emas, balki Turkistonning barcha xalqlari taqdirini o'ylab ish ko'rgan demokratik jarayonning namoyandalari edi. Turkistonda sovet hokimiyati zo'ravonlik yo'li bilan o'rnatilgach, jaddidlarning bir qismi faol siyosiy hayotdan chetlashtirilib, faqat badiiy ijod bilan shug'ullandi. Abdulvohid Burxonov, Abdulla Avloniy, Sadriddin Ayni va boshqalar. Ayrim jaddidlar sovet idoralari madaniy-ma'rifiy shoxobchalarida mehnat qilishdi. Ubaydulla xo'ja Asadulla Xo'jayev, Munavvar qori Hamza, Sadulla xo'ja Tursunxo'jayev, Toshpo'latbek Norbotabek va boshqalar. Ba'zi jaddidlar mahalliy kommunistlar sifatida yuqori davlat va hukumat lavozimlarida ishlashni davom ettirdi. Fayzulla Xo'jayev, Abdulqodir Muhiddinov, Nizomiddin Xo'jayev va boshqalar. Ayrim jaddidlar bo'lsa Turkistondagi istiqlolchilik harakati saflariga borib qo'shildi va xorijga muhojirlikka jo'nab ketdi. Usmonxo'ja Po'lat Xo'jayev, Sadriddinxon Sharif Xo'jayev, Abdulhamid Oripov va boshqalar.